Bir kunda 50 ta so'z yodlayotgan bo'lsangiz, juda katta xato qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Videoga like bosib qo'ysangiz, men sizga hozir jotga tushuntirib beraman. Qarang, sizni miyingiz chel emas. Bir kun 50 ta yodlaysiz, ertasi kuni 50 ta yodlaysiz, 3-kuni 50 ta yodlaysiz. Uje 150 ta so'z bo'ldi. 150 ta so'z yodlagansizda, lekin ikkita gap ham haliga tuzmagansiz. 150 ta so'z yodlangan degan odam bemalol 300 ta gap tuz olishi kerak kamida. Ko'pincha beginner o'quvchilar shu xatoni qilishadi. Ko'p so'z yodlab olishadi deb, o'sha so'zni ishlatmaganligi tufayli menga ingliz tili o'rgana olmas ekanman degan sabablarni topib, ingliz tili yodlashni tashlab qo'yishadi. Aslida normal holat, so'z yodlamoqchi bo'lsangiz, kuniga 10-15 ta so'zingiz bemalol yetadi. Lekin bu so'zlarni yaxshi ishlata olishingiz kerak. Hayotiy holatda o'sha so'zlarni qo'shib gap tuzishingiz kerak. Bo'ldi. Qancha ko'p gap tuzsangiz, shuncha ko'p ingliz tili o'rganayotgan bo'lasiz. Real qilib ko'ring. Baka 200 ta gap tuzmaguningizcha umuman to'xtamang. O'shandagina bilasizki, to'shta so'zlar sizning miyangizda avtomatik ravishda esda qolayotgan. Videoni обязательно saqlab qo'ying, so'z yodlashni boshlaganingizda kerak bo'lib qoladi.